漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Biz bu hikayeni İtaliyadaki kinova turmisidan başlaylı. Buningdan taxminan 600 yil ilgari Italiya nurg'un ushshoq davlatlarga bo'laklik edi. U turma hozir biz ko'rayotgan turmalarga o'xshaydi. Kishilar tor kamerda qist-qistdan yetishatdi. Bu kishilarning hammasi kinovadagi asrga ilingan benziliklar bo'lib, ularning ichida Marko ismli bir bovoy bor edi. U suvga Çaraslap, ot ketdi, biləmsən, ha? Soğu ot ketdi. Qumluqның asmini kuyib ketiydi, qoqib ketdik. Bu qeyri joyligini turdu o deyme. Soğu mu ot gitemdi? Bu rast gap. Bu dünyada g'alit ishlar nəhayət köp. Məsələn, aytaylı, Jiroq Sharqda bir Osiyo davlati bor. U yerdagi saroylar uvuldan tortib o'zigacha sap oltindan yasalgan. U Yuan sulolasi davlati. Men buni o'z Yana joyligini turdingizmi? Bu dunyoda sirli ishlar nəhayət köp. Məsələn, bularni o'z ko'zim bilan ko'rgan. Qaranliq gaplarni qiladi ekansiz. Başqalarının gepiga nimishga ishonmaysizlar, ha? Marko efendi, mana sizlar bu xatarlik hikoyangiz belki yiqib kelyapti. Balada, andaq bo'lsa, men sizga so'zlab beray. Bu mening 17 yosh chig'imdagi ishlar. Dadam bilan tog'am Jiroqdagi Yuan imperiyasiga bormoqchi bo'ldi. Dada, men borman. Men hamma ishni qila olaman. Nas keraklarni ko'tara olaman, suv akila olaman, tomoq ita olaman, kirish olaman. Dada. Yo'q, Marko, sen kichik chidamaysan, ha? Dada, siz meni cho'ng bo'lding demdingizmi? Dadamga gap qiling. Men jinimni qo'ydim, u davlatga cho'qim boraman. Men qattiq xiyol urib turib dadam oxiri ma'qul edi. Biz yurtimiz Vensiyadan ayrilib, Jiroqdagi chet elga sayohat qilish uchun maqtuk. Bu ajoyib hozir ishga. Yurtimiz ko'zimizdan bara-bara jiroqlashib, oxiri g'oyib bo'ldi. Biz bu yerga tirik qaytib kelalamizmi? Ammo Jiroqqa nazar sag'inimizda qandoqdir bir kuch bizni olg'a ilgirlashga da'vat qilayotgandek his qilardik. O'ttir dengiz nihoyat techidi. Safarda bo'ronga, dengiz qaroqchilarga, xada tashlarga yo'liqmay, Agir portiga aman isen yetib keldik. Haqiqiy xatarlik turmushni endi boshlash oldida turardik. Biz Agirda Qubilay xonga avatilgan yorliq va muqaddas yog'ni topshirib oldik. Bizga bu yerdan 2 hazrat va nurg'un uzatquchi hamrohlik qo'shildi. Shundaqmi? Yerliklar ketayotganda Doros gapinglar joyida. Hazratlar, bu yerliklar bir lafzini o'qiydigan bo'lsa, kunduzi kechiga aylanib ketadi. Ular oldiga uchirganlik odamni yo o'ltirdi, yoki bo'lmasa yiroq yerga bir qulluq qilib ketadi. Ism kelyapti. Rost, men mu berib kelsan bo'g'dak. Bu yorliq. Bu muqaddas yog' sizga topshirdik. Biz safarimizni yana davomlashtirdik. Oldimizdagisi cheksiz ketgan cho'llik. Biz Jiroq Yuan imperiyasini nishonlab, o'tir sharqqa qarab menib ketdik.
Dada, o nima? Yerlikler gel, çakkamın haydi! Marco! Dada! Marco! Dada! Marco, sağ mısın balam? He? Dada! Dada! Balam, Dada! yarlanmağın sen. Marco, hanım bozatış aman sen. Eşkisi yok. Ben sağ. Kağalla kini. Yerlikler tutup ketken. Kandak bulup kettiyken bilmedim. Ağdırmış üçümüzü kaldık balam. Bizi kaldık lan. Ko'zni yumib ochqicha shunchajik odamdan aran uchimizda qolgandik. Ammo polo jamiyati siz hukmidi. Biz otlarni qaytadan jotdib, yana sharqqa qarab yo'l oldik. Pamir egizligidan o'tib, quyosh nuriga purkangan Madafisyan tog'laridan balqidik. Kech-kunduz to'xtamay yo'l yurdik. Tomoqni ketib yedik. Uyquni ketib uxladik. Kuyayotgan suv, tuz qaplagan tog'lar va unchi marvoyatlar to'kilib turadigan jilg'larni mana shu chog'da ko'rgandik. Pamir egizligining qahrton kechillarini ko'rdik. Qish o'tgandan keyin Lopdul qumliqiga keldik. U yer xuddi kuyayotgan do'zaxning o'zidi. 30 necha kun ichida oldimizga bir atal giyohchilik narsa uchirmadi. Biz qumliqning qora bo'rinini ko'rdik. Bu dunyo nima degan cho'q? Shojo kelganimizda bizning yo'lga chiqqanimizga to'g'ri 3 yil bo'lgandi. Shundaqla bizning charchab faqat mang'uchiligimiz qolmagandi. Endi yerliklar keldimi nima? Tangay, endi mang'idek mağdurmu qolmadi? Sizlar benzindan kelgan polo oliylar bo'lamdilar. Men bu yerga binoan sizlarni qarshig'ini keldim. Yuan imperiyasiga oxiri yetib kelgan edi. O poytaxt nima degan haybatlik. Buni til bilan tasvirlash mumkin emas. Mana bu Qubilayxonning o'rdasi. Polo, qaytib ko'rishganimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Aliylari, bu sizlar degan yorliq muqaddas yo'q. Sizlar jafo chekdinglar. Polo, o yigit kim o? Aliylari, bu mening o'g'lim, ismi Marco Polo. Marco, siz mening qachon ishlashni xohlamsiz? Shundaq qilib, men Qubilayxonning o'rdasida ishladim. Bu dunyo bak keng dunyo ekan. Sirliq ishlar nihoyat ko'p ekan. Shuningdan keyin men nurg'un ishlarni his qildim. Shundaq qilib 10 yillik vaqt tushdek nihoyat tez o'tib ketdi. Bir kuni biz vataniga qaytish to'g'riliq iltimos sundik. Polo, men asli sizlarning maoshinglarni o'stirib beray degan. Ammo Malika Changchang Persiya davlatiga yotib bo'lib ketmoqchi. Sizlar uni olib qo'yib, qaytib kelsanglar. Jazman qaytib kelaman. Qubilayxon bizga 14 cho'ng kema va 2000 odam berdi. Kema tirti Malakka bo'g'iz orqali quruqlab qaynayotgan Hindi dengizni kesib o'tib, Persiya qo'ltig'iga keldi. Kemada qizitma va har xil kasallar tarqalib, nurg'un odamlar og'rib yetib qoldi. Yana kelib, necha kun uda tayfun bo'rni chiqib, kemalar butunlay degidek qodin chiqdi. Ammo keyin bo'ronmi to'xtadi. Biz nurg'un jafo mushaqqatlarni boshdan o'tkazib, Malika Changchingni oxiri Persiya davlatining orimiz degan yeriga olib qo'ydi. Ammo bu chog'da xon bizga hamroh qilib bergan 2000 odamdan 18 odam 14 kemadan oran bir kema qolgandi.
Ah, Benziye. Biz senindan ayrılıgılı 25 yıl oldu. Ama bizning bu çağdaki obrazimiz bekli osat ahvalga tushib qoldi. Kimni izlaysiz? Ben Mark Polo, bu dadam Nicolo, bu yoq tog'am Mafilo. Yo'q, gap qilmang, u allabir o'lib qolgan tursa. Nima? Obdara qarab beqing. Biz hayot turmamdik. U ablah! Ishni och. Ben Mark Polo, bu yerda turgan odam Nicolo Polo, bu yoq Mafilo Polo. Biz Yiroq Sharqdan qaytib keldik. Biz ketgili 25 yil bo'lgan. Ishni och. Men Sharqdagi allarda yuz bergan ishlarni ko'pchilik so'zlab berdim, ammo hech kim ishonmadi. Albatta, bu gaplaringga kim ishonadi? Shundaqmi, ha? Nima kulisizlar? Sizlar mening gapimga nima ish qilishmaysizlar? Hay, quruq gapini qo'y. Yiroqdagi tog'ning neri tarafida u davlatlar haqiqatan bor. Mark Polo'nun beshidan o'tkazganlariga asosan yozilgan sharh xotiralari keyingi kishilar orasida zo'r ta'sir paydo qildi. Shuningdan keyin kishilar ilgari keyin Hindiston aviatsiya liniyasi, Amerika cho'nquruqligi va dunyoni davr qilgan aviatsiya liniyalarini echib, yaqinqi davr tarixi uchun o'chmas tuhfalarni qo'shdi. Yağmur bağancı pek yakın durdu. Bomba değil. Ale. O'xshabdimi o? Efendim, bu paskili joyga yana ko'chib keldinglarmi? Men aslida ko'gim yo'q. Mankat. Mankat. Efendim, açıklanmışsılar. Ölüşkün sizlarga rasmsiz paslar demedimmi? Bugün shuncha jiroqdan ota aytan sizlarga rasmsiz turg'ili keldim. Men o'zimni siz kelganisini sizman. O'tgan qitim ichikli ma'qul degan tilg'o, efendim. O'tgan qitim degan. O'tgan qitim. Hey, to'xtasizlar. To'xtab tursizlar, efendim. Nega bordilar, efendim? Ale. Koko, efendim. Qaltisqo. Nima deding? Men Koyoshi. Sizlar tuniga ko'chib keldinglarmi, bova? Sen qo'shnimizning o'g'limi? Sizlar rasmni bek yaxshi ekanlar. Albatta, men rasmlarim dunyoda birinchi o'rinda turdi. Sizlar rasm chizishni kimdan o'rgangan? Davatgan gapini qara. Rasmsiz hech qachon o'rganadigan ish emas. U o'zini ko'zidan ko'rib, ko'nglida o'ylab siz chiqadigan narsa. Hay, 80ga kirgandim. O'shundaq bir nimalarni siz yurgunimni. Hay, sen. 80ga kirib qoldinglarmi? Unda bo'lsa o'lay deb qopla. Yo'qol. Hokosai 1760-yili Yaponiyaning Edo Honjo degan yerda tug'ilgan. U kichigidan rasm chizishni yaxshi ko'radi. Bo'libmi ayni vaqtdagi namratlarning madaniyatiga vakillik qiladigan urf-odat, manzara rasmlarini chizishga alohida havas qiladi. U 19 yoshida rassom Yoko Kawani ustoz tutdi. Keyin nurg'un rasm asarlarini e'lon qildi. Bularning ichida eng dangliqi Fot yezma manzarasi bo'lib, buningda u Fot yezma teg'ining manzarasini o'xshamagan nuqtalardan suratlab bergan. Hokosai bir yerda o'ltiraverishni yaxshi ko'rmaydi. U hayotida 90 necha qitim uy ko'chgan. Bova, men sizga rasmni ko'rib baqsa? U yana ko'chib ketibdi-ku.
ajoyib esilsizdi. Bundaq aynan sizish oson emas-da. Albatta, nurg'un narsalarni har kim siza oladi. Bir harakatni ko'zni yumib ochqich puxtigallab, qog'oz yuziga tushirish mana bu rassomning haqiqiy iqtidori. Bova, ajab tuzatdilar odamni. Ko'yoshi. Malning qaraslar. Ha, belli. Voy, nim bu? Obdan sizg'ili bo'lamdi. Albatta, yana 80 yil zehnini yig'ib, toza tirishibsizsan. 80 yil? 80 yil yoki 100 yil. Odamning ilgirlashning cheki yo'q. Ko'yoshi, bularni mangu esingda ching tut. Uqdingmi? Ha? Hokusai shunda qilib kishilarning turmushini uzluksiz haqiqiy turda sizib chiqdi. Ha, qiziq. Bu jahonda xalqning turmushida qiziqarli narsa yo'q ekan. Bova. Sizlar nimishqa u yerdan bu yerga ko'chibli yuriylar? Odam pat-pat uy ko'chibli qolmay, ismini pat-pat yo'tkab turish kerak. Har bir yo'tkaganda odamning ko'ngli ejilib qoladi. Rasmsiz sangmo ilhoming kelib turadigan bo'ladi. Qara. Sizib bo'ldilimi? Sizib bo'ldim. Bo'lmaymi? O'g'il bola qo'rorim texim obdan gavlangan bo'lsa, qancha yaxshi bo'ladi. Davatgan gapini buni. Tug'an turqing shu tursa. Bova. Bova. Sizlar rasmni setib tirikchilik qilamdilar. Shundaq. Men hayronman. Nimaga hayron qilyapsan? Sizlarning bu sat rasmlarini haq olamda? Haqning hammasi meni rasmimni oladi. Ko'yoshi, men qara. Mening rasmim bilan boshqa rassomlarning rasmining ba'zi joylari o'xshamaydi. Sen shuni bilib ol. Kishilar azoblanganda, ko'ngli yerim bo'lganda, beshig'i kun tushib, eg'ir qiyinchilik uchirganda, mening rasmlarim ularga yorug'lik olib keladi, ularning ko'nglini yo'rtadi. Mening rasmlarimning ba'zi bir shakli jiddiy rasmlarga o'xshamaydi. Shunga mening rasmlarimni o'rib olib manzil rasmlari deymiz. Mana bu Hoku Hajivi rasmi. Ha? Men go ancha uqib ketmadim, ammo bu yaxshi ish o'xshaydi. Bova! Ey bova! Sizlar rasm chizishni qachondan boshlagan? Qani men o'ylab boqay. Seningda chaqdan tortib boshladim-ku deyman. Uningda baldirmi texi. Andaq bo'lsa, tug'ilibmi rasm chizishni boshlab chiqganlarda? Serikib qolmadingmi? Nima deb serikima? Rasm dunyosining cheki yo'q. Rasm sizga tugab qolgan narsa emas. Xudomi? Yana kelib, oyatliq deganda qiziqarli ishlar doim yuz berib turdi. Bundan hargiz serikib qolmaysan. Xuddi u o'zi aytgandek Hoku hayotida nurg'un qiziqarli voqealarni qoldirib ketdi. Burun bir chet ellik uningdan sizgan rasmini yerim ba'da setib berishini talab qilganda u qattiq xafa bo'lgan. Teso Kokoning ichidagi 127 bor cho'ngliqdagi xom suratga Dako Mafozoning cho'ngaytilgan rasmini sizgandan keyin kishilar qattiq hayron qolgan. Ammo u yana bir tal terqi ikki tal qushning rasmini sig'dirib sizolaydi. Bir qitim u general Kamochining oldida to'qining topinini bo'yab, uni rasm qog'ozining ustida mangdirgan va buni o'zlariga hurmat bildirguchi kuzdagi qizil yo'pirmoq degan. Nima qilyapsan? O ketdi. Hozir Tokio burun Edo deb ataladi.
u chog'da edoda doim o't ofati yuz berib turadi. Mana endi yana o't ketdi. O't shamolda ulg'uyib Xokoning kapsini birdamning ichida ko'ydirib kulga aylantirib etdi. U o'zining uzun yildan beri saqlab kelayotgan oddiy tasviriy rasmlar to'plamini saqlab qololmadi. Mening butun narsam kulga aylandi. Vah, to'g'ri. Ma'u narsam bor emasmi? Rost. Manga mushu qalbimni bo'lsa, bo'ldi. Mening bu eng yaxshi amroyim. Baştan başlay, hammani baştan başlay. Bu tiz pükmez örf adet manzara resim ustası 1849 yılı 90 yaşında alemden öttü. U ömrüde resim sizishni hech vaqt to'xtatmagan. Hokusai can uzish oldida men yana 10 yil, yo'q, yana 5 yil ömür ko'rgan bo'lsam, u chog'da haqiqiy rasm sizib chiqqan bo'lardim degan.